Tez qarang, faqat to'xtamaysiz, tutilmaysiz. To'xtamasdan aytasiz. Kelishdikmi? Bas. Nima edi? Bittasi kadimi, ikkitasi kadimi? Yo'q, qarang. Bir kamas kadimi? Yoki hamma, yoki kerak emas. Bir kamas kadimi? Ya, bir kamas kadi, hammasi kadi. Kadi. Undan bu bog'cha boshqa bog'chani bilasanmi? O'shani aytib bering. Yo'q, o'shani aytib bering. Bog'cha bo'lmaydi-da, biz bog'cha yoshda o'tganmiz-ku. Bir kamas kadimi? Hammasi kadimi. Esimda qolmayapti mani bir kamas kadimi? Ikki kamas kadimi? Bilmaydi. Nima esimda yo'q, qolmayapti. Bir kamas kadimi, hammasi kadimi? Bir kamas kadimi? Hammasi kadimi? Ha, bir kamas kadimi, hammasi kadimi? 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 Qaranda bu boshqacha ma'no bo'lib ketyapti-yu. Yo'q, bo'lib ketmayapti. Siz miyaz buzuq emasmisiz-da. Biz yaxshi ma'noda gapiryapmiz-ku. Esda to'g'ri. Davay. Bir kamas kadimi, hammasi kadimi? Mana bu yerdan yozib turinglar, esimdan chiqib qolyapti men. Davay, to'xtamang sen. Bir kamas kadimi, hammasi kadimi? Yo'q. Normalniy anaqa. Ha, normalniy. Bir kamas kadimi yoki hammasi kadimi? Kadimi? Bir kamas kadimi? Bir kamas kadimi, hammasi kadimi? Ha, davay. Uyatsiz so'z deyishyapti, kadi nima degani o'zi? Kadi oshqovoq biz bilaman, ismini. Shartda ham raso. Spasiba. Shartda ham raso qarang-da, shantajlik. Sizga buni shart berib, endi og'ir shart beraman qarang. Sizni ayovdim, o'zi bir tez aytishdi, ispitanigacha 20 marta aytishingiz kerak. Hech bo'lmaganda. Bo'lmasa, ya bu 5 marta aytib qutulib qoldingiz-ya. Qochib ketsam-chi? Qochib ketsangiz qishda, qochsangiz yozda qiyin bo'ladi, issiq bo'ladi. Yo'q, qiyin bo'lmaydi. Yozda issiqda qiyin bo'ladi lekin. Tilla pishib, bansalarda ham konditsioner ishlaymi yo'qmi? Amal jubbusin akalar, jubbusin 3 kez. Ketdi, ribata, ketdi. Uyg'onamiz, meni multimilliarderlarim. La. Uxlamaganlar bormi deb yozib qo'yganga e'tibor bering. Biz uxlaganimiz yo'qmiz. Kompyuterxonadan keldik. Endi hozirroq nastrena qilib, mundayda akalar opalar, ishga ketsa ham nastrena kerak, uxlash oldi ham nastrena kerak. Har jiqada, har narsada nastrenangiz miltiq bo'lsa, chiroyli bo'ladi. Hozir Amerikadagi tog'alarimiz endi uxlashga o'tyapti. Tog'alarga xizmat qilamiz, nastrenani beton qilamiz. Chotki nastrenada chiroyli uxlaymiz. Ertalab O'zbekistonda yoki boshqa davlatda chiroyligina bizda efirimizni kuzatib turgan insonlar ishga chiroyligina ketish uchun ozroqgina yana nastrena qilamiz. Kelishdikmi? Jonlang sog'lik. Siroj aka rahmat, Jonisob 3 kez, tog'alar 3 kez. Ketdi. O'g'lar ketdi. Ayas chaqiringlar, Ayasda bir bo'g'ay. O'g'lar. Oy! Prens brata, Siroj aka rahmat. Go'zal qiz. Toshkent sovuqmi? Shunday havoni sovuqlarda Toshkentda qiynalib ketmayapsizmi? Qiyin. Uydan ko'chaga chiqmayapman. Qilmayapsiz, chiqa olmayapsiz, zerikyapsiz, qiynalyapsiz, to'g'rimi? Men sizga bir savol ish qilmoqchiman. Qanaqa? Bugun sana nechi? 27mi, 28mi? Qarangchi, aniqini bilingchi. 27. 27 bo'lsa, ro'za nechta? Ro'za. Bilmayman.
Ro'zani bilmaysizmi nechinchitaligini? O'zbekistonda ro'za nechisida? 17dami? 17mi, 18mi, 19mi ancha bor ekan. 30-sanadan 10-sanagacha Tudabratni men sizga bilet tashlab, o'zim shohona kutib olib, sizni men Dubayda mehmon qilmoqchiman. Kecha shuni deb chiqib ketdingiz-ku efirimdan. Rost ekan. Xo'p desangiz. Aka rahmat. Do'stlar, toplarga podpiska qilib qo'yaylik. Top 1-2-3 ga podpiska. Ha? O'limi? Xudo xohlasa. Kelish niyat bormi? Xudo xohlasa. Bo'ldi. Alloh xabarlashamiz, ha? Joningiz sog' bo'lsin. Go'zal qiz ekansiz. Mayli, salomat bo'ling. Xo'p. Ha, rahmat. Bo'pti.